Alloh subhanahu va taolo innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Alloh subhanahu va taolo mana bu ikki oyatda odamlar o'zlarining holatni o'zgartirishmasa, ularning holatini Alloh o'zgartirmasligini aytdi. Ya'ni avvalgi oyatda innalloha la yughayyiru ma biqawmin deb tag'yirni o'ziga nisbat berganda qavm kalimasini ikki oyatda ham iste'mol qildi. Ya'ni ijtimoiy holatni o'zgartirish Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida ekanligini bildirdi. Hatto yughayyiru ma bi anfusihim bilan tag'yirni nisbatini insonlarga berganda u o'zgartiriladigan narsani shaxslarga bog'ladi. Ya'ni insonlar o'zlarining shaxslardagi holatni isloh qilishmasalar, ya'ni har bir odam fardiy holatda o'zini o'nglashmasalar, Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirmaydi dedi. Biz bunda o'zimizga birinchi xulosa shaxsiy holatni o'zgartirish bizning ixtiyorimizda ekanligini bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini tarbiyalab o'zgartirish ixtiyorini o'ziga berdi. Agar bu ixtiyor bo'lmaganda tag'yirning nisbati insonlarga berilgan bo'lmasdi. Demak, insonlar o'zlarini o'zgartirmoqlari kerak. Har birlari o'zining shaxsiy ahvolida islom nimani buyurgan bo'lsa qilmoqligi kerak. O'zining oilaviy ahvolida o'zining nimaga Alloh subhanahu va taolo buyurgan buni qilmoqligi kerak. Agar shuni qilsa, Alloh subhanahu va taolo shaxslardan tashkil topgan, oilalardan tashkil topgan ijtimoiy holatni Alloh subhanahu va taolo o'zgartiradi. Xulosaning ikkinchisi o'zimizning o'zgartirishlik, birinchi xulosa o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor bergan bo'lsa, ijtimoiy holatni o'zgartirishlikda bizga ixtiyorni bermadi. Biz ijtimoiy holatda xalqlarning hammasini ulfat qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nisbatini bizga bermadi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloha allafa baynahum. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda, yo Rasululloh, agar tamomiy odamlarni siz shu mol davlatni yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda ulfat qila olmassiz bularni. Lekin Alloh ulfat qildi islom bilan. Islom nima edi? Islom buyurganida har bir kishi o'zining o'zgartirishlikka, o'zini o'zgartirishlik bilan Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirgan. Shuning uchun qaysi bir yo'l ijtimoiy holatni oldin o'zgartirib olib turib, shaxslarni keyin tarbiya qilaman desa, bu bir islomdan boshqa yo'lni da'vo qildi. Va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Islomdan boshqa yo'lni talab qilgan odamdan Alloh subhanahu va taolo ko'rinishda har qanday chiroyli bo'lsa ham qabul qilmaydi. Undan hech mutlaqo qabul qilinmaydi. Hatto va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu de islomni Alloh subhanahu va taolo o'ziga nisbat berishlikdan ham tortindi. Ya'ni kim islomdan boshqa yo'lni qabul qilgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi ham demadi. Alloh taolo uni qabul qilmaslik ro'barasiga ham kelmaydi. Falan yuqbala minhu, undan mutlaqo qabul qilinmaydi. Uni Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi deyishlik ham noloyiqdir. Mana bu narsani bilaylikki, mutlaqo qabul qilinmaydi. U majhul suratda qolaveradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini da'vo qilar ekanmiz. Biz shaxsiy holatni o'zgartirishga harakat qilmoqligimiz kerak.